Assalomu alaykum. Biz fermerlik yerimizdamiz. Olxo'rilarimiz asa chaman urib soptida qaranglar. Hosillarni qarang. Mana. Xudo xolisa bo'lib pishsa, xalqimiz dasturxonida joy oladi. Inshaalloh mana hosillar. Yashillik qanaqadir odam kayfiyatini ko'taradi. Ob-havo ham zo'r. Asa dalada ishlaydigan havo bo'lyapti. Daraxtlar. Hammasi olxo'ri. U baland daraxtlar. Yong'oq, undan keyin olma, ketdi nok, behi. Bu tomonda beda o'ryapmiz. Bu joylarni o'rishimiz kerak. Beda har doim birinchi o'rimi shunaqa o'tliroq chiqadi. Birinchi o'rim. Keyingi o'rimlari o'sha bedalari ko'p zo'r chiqadi. Mana yong'oqlarimiz. Allohga behisob shukr. Yashillik baribir qanaqadir odamning kayfiyatini ko'taradi. Mana hosil. Mana hosil. Endi biz Kirgiza deymiz. Uzuncha bo'ladigan olxo'ri bor o'shanda. Mana hosillar. Qo'sh bo'lib solgan hosillar mana. Mana yana shunday hosillar. Chiroyli.